Ha baba nimaga? Nega aka? O'laveraymi degan translyatsiya nima deysan? Ko'rsatchi, karkar qilasan, ko'rsat o'zingni. Mashina chiqavera mana. Qo'ygan ya. Qaysi bering? Ezadi, bo'ldi. Mana. Olagan Kebaqa baba. Nech pul deyapsan buniki? Yo, to'g'ri, hazil qilma. To'g'ri narxi, to'g'ri kelishtiraylik olaylik buni. Nech pul? 23 ming beraman aka. 24 ming yo'q narx, 23 ming beraman akalar. Foydalantirsalar beringlar aka. Ber gapir, ha deb karkar qilar eding, ber mana, Sen mana ukasin bularni o'ng, uka mana bolalarni o'ng. Yo odamda yo aqli qilmaysan, yo bag'li qilmaysan, bir kun bir o'kirlik qilasan, oldinga bor. Ertasi kun rasiychilik qilasan. chiqar bor bekatga rasmaga. Qiynamanglar xalqni to'g'risida, bir kun bir o'kirchilik, bir kun rasiychilik. Prognozlarni o'zgartirib yuboryapsizlar, gangitib odamlarni. Opog'im hamma yo'lda olib ket deyapti. Ay opog'ing endi fevralda keladi endi opog'ing. Ketdi opoqlar endi. 23 ming aka. Opoqlarga nima deymiz aka? Opoqsin. Hayotmi opoqing? Hayır. Hoji opoqi. Hoji opoqi bo'lsa mana. Sen opoqingchi? Hoji opoqi. Men opog'im mana madam. Yana ko'rishga ketdi. Sog' bo'lasizlar endi nima deymiz?